Na. Yo'q. Ma. Motor. Nimaga? Ma. Nima? Bugun biz Samarqand viloyati Nurobod tumanida ajrimani qilgan har bitta bolaga qilgan ajrimaniyasini soniga qarab pul beramiz. Misol uchun 100 ta ajrimani qilsa 100 ming so'm, 200 ta ajrimani qilsa 200 ming so'm yutib olishi mumkin. Bu videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang, chunki aynan sizning farzandingiz bizning videomiz ishtirokchisi bo'lib qolishi mumkin. Keyingi manzil qayerda bo'lsin, kommentariyada yozib qoldiringizlar. Qolganini video davomida ko'rasizlar. Bizning omadli birinchi ishtirokchimiz. Ularning hammasi qiz bola ekan. Qandaysiz? Ismingiz nima? Azbek. Nechta ajrimani qilasiz? 5 ta. 5 ta? Qarang, har bitta qilgan ajrimaningizga 1000 so'mdan pul beraman. Agar 10 ta ajrimani qilsangiz 10 ming so'm, 20 ta ajrimani qilsangiz 20 ming so'm yutib olasiz. Ha. Ketdik, ajrimani qilamiz. Davay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28, 29, 30. Молодец bo'ladi. Молодец. 25, 30. Mana, молодец. Sport bilan shug'ullanishda davom eting. Qalaysiz? Jonsiz? Yaxshimisiz? Charchamasizmi? Video olyapman-da. Nechta ajrimani qilasiz? Mayli, agar boshqa safar, mayli. Ha, charchamang. Qandaysan? Suvar. Isming nima? Amin. Qara, video olyapman. Hop. Nechta ajrimani qilasan? 10 ta. Qara, har bitta qilgan ajrimaningga 1000 so'mdan beraman. Tushundingmi? Davay, ketdik, ajrimani qilamiz. Davay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15. Bo'ladi, qiynalib ketding. Bo'ladi. Na. Yo'q. Ma. Motor. Nimaga? Ma. Nima? Qilgan ajrimaningga pul olmaysanmi? Ma. Olmayman. Ma ishlatasan yaxshi kuningga. Yo'q. Davay. Sportsmenlarimiz bo'lsa shunaqa bo'lsin-da. Davay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne bo'ladi, молодец. Haloling bo'lsa, o'yning. Men bu kichik loyihani boshlashimdan maqsad yoshlarimizni, bolalarimizni ozgina bo'lsa-da sportga qiziqtirish, ozgina sportga jalb qilish maqsadida boshladim. Menda hozircha qo'llab-quvvatlaydigan hech qanaqa homiy, hech qanaqa sponsor yo'q. Agarda bu loyihani rivojiga ozgina bo'lsa-da hissa qo'shmoqchi bo'lsangiz, pastda katta raqam qoldiraman. Ko'ngillaringizdan chiqarib, ozgina bo'lsa-da yordam bersalaringiz, men ancha xursand bo'lardim.